1.6 litrli motorda 1000 ta ot kuchi bo'lishi mumkin desam ishonasizmi? Hech bir superkarlarda yo'q bo'lgan bu qobiliyat Formula 1 bolidlarga ato etilgan. Nega aynan F1 da? Sababi bolid ichki yonuv dvigatelining o'zi 750 ta ot kuchini beradi. Bundan tashqari, energiyani qayta tiklash, MGU-K tormozlangandagi kinetik kuchini, MGU-H esa dvigateldagi issiqlikni elektr quvvatiga aylantiradi va bu 160-200 ot kuchini qo'shadi motorga. Natija esa 950-1000 ta ot kuchi. Ammo titan, karbon, keramika kabi qimmat materiallardan yasalgan dvigatellar har 2-3 poygada yangilanadi. Yaroqlilikni 1000 gradus Selsigacha qizish va daqiqasiga 15000 martadan aylanishlar ham kamaytiradi tabiiyki. Bolid yoqilg'isi ham oddiy emas. U E10 toifadagi 90% benzin, 10% etanol aralashmasida harakatlanadi. Shu bilan birga bolidning bunday tezlikda uchib ketib qolmasligi va yana ham tezroq bo'lishida mukammal ishlangan aerodinamikaning katta o'rni bor. Formula 1 haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun sahifamizga obuna bo'ling.